Ko'p holatlarda ayollar qaynona qaynotasi uni qizidek yaxshi ko'rishni kutadi. Kutuvlar asosida yashashni boshlaydi va qayerdadir ozgina qo'pol munosabat, boshqacha ular uchun katta udar bo'ladi. Qanaqa qilib men ne kutuvlar bilan kelganman, qizidek yaxshi ko'rish kerak-ku deydi. Mana ko'p holatlarda qaynona qaynota temasi bilan kelgan insonlar nima deydi? Majduba, men bitta narsani tushundim-da, o'sha 10 yil yashab-da. Nima deydi? Men bitta narsani tushundim-da, men hech qachon ular uchun qizdek bo'lmayman. Va nihoyat siz bu narsaga yetib keldingiz deyman. Va Xudoga shukr, qarsaklar, siz hech qachon bo'lmagansiz ham, bo'lmaysiz ham va bu norma. Hech qachon birovni farzandi bo'lish aytdi DNK, faqat qornidan chiqqan oksitotsinli insonlar bizga yaqin bo'la oladi. Shunchaki o'zingizni vazifangizni yaxshi bajaradigan o'g'rini xotini bo'ling xolos. Sizni hech kim kelin bo'lib berishingizni yoki qiz bo'lib berishingizni hech kim kutmaydi. Aslida bu chegaralarni yo'qligida, qizidek yaxshi ko'rgan narsa, men sizlarni shu darajada yaqin ko'rdimki, men bilan istaganingizni qilishingiz mumkin degan edi. Chegaralari yo'qoladi, o'zini yo'qotadi qiz bola. Shuning uchun ham oddiy qarang, normal qarang. Siz qizidek bo'lishingiz shart emas. Shunchaki yaxshi kelin bo'ling, vazifalarini bajaradigan. Chunki ko'p holatlarda qizi